O'quv Uyg'ur maktabi bu yozliq ta'til mezgilida o'quvchilarning ilmiy va ijtimoiy taraqqiyotiga to'hfa qo'shish uchun loyihalangan Ma'arif programmasi bilan 7 haftani g'alabalik tamomladi. Yasli, boshlang'ich, o'rta maktab o'quvchilarini asos qilgan yozliq kurslar o'quvchilarning maktab darslarini to'liqlashiga, yangi darslarni o'rganishi va qiziqishiga asosan mahorat yetildirishiga yordamchi bo'ldi. Yozliq kurslarda maktab darslaridan boshqa tantarbiya, Qur'on, din, ona til, kompyuter, ingliz tili, tarix va madaniyat, go'zal san'at va qo'l hunarvanchilik qatorliq har xil faoliyatlar olib berildi. Bu sabablar bilan o'quvchilar yozliq ta'tilni nihoyat rangarang va ko'ngilli o'tkazdi. Bu programmalarning yordamida o'quvchilarning ijtimoiy iqtidori ham o'qish natijasi yuqori ko'tarildi. Shundaqla bolalar yangi do'stliklar o'rnatdi. Bu yil yo'l qo'yilgan futbol kursi Uyg'ur bolalarining yozliq ta'tilini ham ko'ngilli, ham tarbiyalash shaklida o'tkaziladigan tantarbiya programmasi bo'ldi. Futbol o'ynashni yaxshi ko'radigan va bu sohadagi mahoratini o'stirmoqchi bo'lgan har xil yoshdagi bolalar kurs jarayonida asosiy futbol mahoratlarini o'rganib, tajribalik mashg'ulotlarning yetakchiligida chiniqish va haqiqiy musobaqa tajribalarini yuqori ko'tarish uchun yakka va guruh mashqlarga qatnashdi. Futbol kursi futbol mahoratini emas, balki intizom, guruh ruhi, rahbarlik va o'ziga ishonish qatorliq muhim kishilik taraqqiyotini maqsad qilgan holda olib berildi. Futbol darslari bilan birlikda o'quvchilarni dengizga opirib, suvga cho'milib va har xil suvda o'ynaladigan o'yinlarni o'ynab, ko'ngilli vaqt o'tkazdi. Ta'til mezgilidagi Qur'on darslarimizning maqsadi o'quvchilarga Qur'on Karim o'qishni o'rgatish, ularning diniy bilimlarini kuchaytirish va islom qimmat qarshi bilan qurollangan shaxslarni yetishtirish bilan birga diniy ta'lim tarbiya olish orqali bolalarning ma'naviy taraqqiyotiga to'hfa qo'shish maqsad qilindi. Ijozatli ustozlar dars berdi. Sabiylarimiz uchun yasli sinfimi ta'tilda davom qildi. Ular uchun guruh o'yinlari, o'rtoqlashish va hamkorlik qatorliq faoliyatlar, qiziqarli ta'lim tarbiya faoliyatlari, badan o'yinlari qatorliqlar orqali o'moqlarimizning ham ko'ngil etishiga, ham o'rganishiga sharoit hozirlab berildi. Maktabimizda ona til darsi 3 sinfga bo'lingan holda davom qildi. O'quvchilarning ona til iqtidorini yuqori ko'tarish va ularning ona tilga bo'lgan tonishini oshirishni asos qilindi. Yozliq ta'tilda o'tilgan bu darslar o'quvchilarning grammatikasini, o'qish, yozish va so'zlash iqtidorini kuchaytirdi. Yangi savodi chiqqan Uyg'ur o'quvchilarimiz bizni texmi suyundirdi. Ta'til mezgilida maktabimizda tarix va madaniyat darslarining ochilishi o'quvchilarga tarixiy va madaniyat uchurlarini yetkazish, shundaqla ularning o'tmish bilan buguni o'rtasida munosabat o'rnatishni maqsad qildi. Bu darslar o'quvchilarning o'z madaniyatini tushunishiga, o'z tarixini biladigan bir avlodlarning yetilishiga asos soldi. Ta'tilda ingliz tili o'rganish o'quvchilarning til iqtidorini yuqori ko'tarishdagi yaxshi fursat. Maktabimizda rohat paranglashish va sinf darsi shaklida ingliz tili mashq qilish orqali tilni texmi unumli o'rganishga mos kelgan usullar qo'llanildi. To'liq o'rta maktabga kirish uchun LGS imtihoniga kiradigan o'quvchilar bu ta'til mezgilini intayin muhim takror va to'liqlash vaqti qilib o'tkazdi. Matematika, fan bilimlari va turkcha darslar fanlar bo'yicha o'tildi. O'quvchilarning yil bo'yi o'rgangan bilimlarini mustahkamlashiga, kam qolgan temalarni tamomlashiga va imtihon strategiyasini tuzishiga maktab ichi va sirtidagi tajribali o'qituvchilarimiz yordam berdi. To'liq o'rta maktab o'quvchilari uchun matematika va inglizcha darslar o'tildi. O'quvchilarning aloyidliklarini bayqab chiqqan asosdan go'zal san'at darslarimizda tajribali san'atkorlar bilan birlashib yog'ochga dog'lama rasm chizish texnikasi o'rgatildi. Va bu vasila bilan Uyg'ur bolalarimiz o'z asarlarini o'ttirib qo'ydi. Buningdan boshqa yozliq kurslarda bolalarning shaxsiy taraqqiyotiga to'hfa qo'shadigan mo'l mazmunliq ijtimoiy va tantarbiya faoliyatlari o'rnashtirilib, o'quvchilarning guruh hamkorligi va masalalarni hal qilish mahoratlarini yetildirishiga fursat yaratib berildi. Maktab rahbarligi astoydillik bilan tayyorlagan bu programmalar bilan o'quvchilarni yetaklab, ularning kelar o'qish yilini texmi yaxshi tayyorlik bilan boshlashiga asos soldi. Qisqasi bu tür darslar bilan o'quvchilarning yozliq ta'tilini aktiv va sog'lom o'tkazishga sharoit hozirlab berdik. Shuning bilan bir vaqtda ularga millat so'ygisini, do'stlik rishtasini, futboldagi jangovarlikni, diniy ishtiyoqni, axloq qarashini va kimlik engini hayotining bir qismiga aylantirishga tirishdik. Bu tirishchiligimiz garchi mushaqqatli bo'lsa-mu, o'z avlodlarimizni sog'lom va huzur ichida ko'rish,
bütün maktab rahbarligi, o'qituvchi va ishchi xizmatchilardan tarkib topgan mustahkam o'quv Uyg'ur qo'shinining bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati va mas'uliyatidir. Yana bir ta'tilda butun dunyo Uyg'ur bolalarini kutib olishga tayyor turmiz va sizlarni takror qarshi olamiz.